Mana bu Golovoyga tushgan uyimizni uyini qaranglar. Boshqacha stillarda qaranglar. Lekin zo'r a, mana fasadlarini qaragan, uzunligini, unaqasiga ham, bunaqasiga ham. Chiroyi ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli bo'lib turibdi. 100% mebel texnikalari bilan lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Hop, bu yoq tarafga chiqadigan bo'lsak, Malikaga chiqamiz. Bu yoq tarafga chiqadigan bo'lsak, Samarqand Oshbor, Batumskiydamiz, Yunusobod tumani Batumskiyda. Mana shu Uglovoydagi 2 sotuvli uyimizni sotuvga chiqyapti. Ichlari ham lekin zo'r qilib qo'yishgan, mana qara. Toshli qilingan, mana bitta bemalol anaqada nima deydi? Tupikda joylashgan, bemalol bolalar ham maza qilib o'ynasa bo'ladi. Отдельный parkovочный zonasi bor. Bemalol bitta mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yoqga ham tashqariga ham atelatdan bitta mashina qo'yib qo'ydik. Bemalol yana ikkinchi mashinalarni shuna qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hovlisi kichkina, lekin жилой joyi, общий 350 kvadrat bo'lyapti. Hozir polni ko'rsatib beramiz. Mana qarang, zonasi bor. Mana bu yerga archalar ekib qo'ysanglar, voy dahshat bo'ladi. Mana qarang, polni tosh qilingan mana bular. Ham eshiklari ham yaxshi qo'yilgan, domofon, kamera, polni hammasi uстановка qilib qo'yilgan. 100% konditsioner, mebel texnika, hamma narsasi bilan mana shu uyimizni sotuvga chiqyapti. Hovlisi bo'ladi. O'zini kichkinagina hovlisi. Endi bu uchastkamizda основной xonalarga katta e'tibor berilgan. Hovlisi ham yaxshi, bemalol oila davrasida o'tirsa bo'ladi. Mana shunaqa panoramli katta oynalarni qo'yib ketilgan. Zo'r. Ichkariga kiramiz endi xudo xolisa. Hovlimizda mana shu uyimizni baland qurilgan ancha. Baland qurilsa yaxshi bo'ladi, o'zingizlar bilasizlar. Hop, kirishimiz bilan katta hol. Hol ham lekin rosa chiroyli qilib qo'yilgan, mebellari qo'yib qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda TV zonalari, mana bu yoqda stroyniy shkaflari qilingan. Birinma-ketin xonalarga kiramiz. Hop, eshikni yopib qo'yib qolaylik. Zalga kiraylik birinchi bo'lib. Ham zalni qara, klassikada o'rtoq bu. Xudo xolisa, klassikani sevuvchi insonlar uchun juda ham yoqimli remontlar qilingan. Remontlari ham yaxshi holatda, eskirib ketmagan, yaxshi bo'lib turibdi. Oynasi bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Uglovoy plus taraflar. Buni to'g'risida bitta gassivoy sanuzolimiz bo'lyapti. Sanuzol ham juda ham chiroyli, akkuratniy. Domofonga qo'yib ketilgan. Bu uyimizda kuxnya ikkita, общий, hali pastda ham bitta bor. Endi u ham oddiyroq, lekin ikkita kuxnyani sharoitli qilib qo'yishgan. 100% kamera, domofonlar hammasi kontrolli bo'lib turibdi. Hop, birinchi qavatimizni ko'rdik. Mana nima ekan? Garderobnisi. Stroyniy shkafda, shkaf qo'yib qo'yishgan, kiyim-kechaklarni idish uchun. Hop. Bu yoqda холодный xonasi, ana banka, shunaqa mayda-chuyda narsalarni qo'yishga. Bu yoq tarafimizda o'rtoq ko'rsat, отдельный parkovочный zonasi. Bemalol mashinani olib kirib, sig'adi, xohlasa. Ha, bu endi uyimizning podvali. Minus birinchi etaj. Bu yerga endi kuxnya qilib qo'yishgan, hatto kerak emas bo'lsa, shunday yig'ishtirib olasizlar. Mana bu podvalni qara, zo'ra. Kattagina целый podval. Shunaqa o'tirishlarga o'zingizga sharoit qilib qo'yish kerak a. Bu ham bitta zalda. Erkaklarga alohida, ayollarga alohida qilib qo'ysa bo'ladi. Mana shunaqa remont qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, fortishkalarimiz bor, bitta, ikkita, uchta fortishka. Uglovoy bo'lgani uchun oynalarimiz tushgan. Xo'p, birinchi etajda bitta hol, bitta zal, bitta kuxnya bo'ldi. Endi ikkinchi etajini ko'ramiz. Hop, ikkinchi etaj emas, bu 1,5. 1,5. Общий, короче, 4 etajmi hisoblaganingda? Yarim bu yo'lga qilingan endi. Lekin yaxshi qilishgan, proyektlari zo'r. Mana bu yerda bitta spalni xonamiz, oynalar ko'chaga, hovliga qaragan, mebellari ham tayyor. Hop, tezroq ko'rsatamiz. Bu yoqda to'g'risida o'zida mana shunaqa sanuzuli, shunaqa jakuzili xona qilib ketilgan. Hop, 1,5 dan 2 ga chiqamiz. Bu yerda ham kattagina hol, faqatgina освещениялari sal kamlik qilyapti. Agar yop-yorug' qilib qo'ysanglar, xudo xolisa, juda ham chiroyli bo'ladi. Bu yoq tarafimizda TV zonalar orqangda. Mana bu yog'imizda
Mana shu ko'ring, kirik zonasini. Yana bitta katta zalimiz bor. Mana ikkinchi etajimizda mana shunaqa Xuddi pastdagi zal. zal. Pastdagidan kattaroq ko'rinyapti bu. Ichida narsalar yo'qligi uchun bu haqiqatda kattaroqmi? Konditsionerlar ustanovka qilingan, hamma narsalar tayyor. Mana bu yoq tarafimizda bitta detskiy xonamiz bor. O'zini sanuzurlari bilan birga bitta detskiy xonamiz, spalni qilib qo'ysanglar, o'zini mana shunaqa sanuzurlari ham bor. Xo'p, bundan chiqdik. Xo'p. Shunda ikkita hol bo'ldi. Bu yerda ikkita xona, pastda bitta, uchta, bu to'rtinchisi. Bitta shunaqa katta xonamiz. Ana 1,5 etaj bor, shuni 2,5 ga chiqdik. Bitta etaj ko'tarildi. Ha, yo'da o'zini shunaqa sanuzurlar. Bu yerda cherdagi chiqib ketamiz. Xo'p, bu xonamizda mana shunaqa ikki yoq tarafga qaragan o'zini mahalla. Oynalari bor. Radiator. Topli pol ham bormidi bu yerda? Ha, topli pollar bor. Ham radiator, ham topli pol. Mana ikkinchi etajda. Mahalla ko'rinishi. Ma'lumot hisobida aytib o'taman, bu mahallalarda yerlarning o'zi ham sotilmaydi. Agar sotuvga chiqsa ham 70 ming, 80 ming, 60 ming joyiga qarab, tim bo'li bu uyimizni 2 sotuv uglovoyda. Shuni ham bitta plyusiga hisoblab qo'yasizlar. Narxi 280 ming shu turishida, xudo xolisa, katta mebellar hammasi qoladi. Pastda yana nomerni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa tayyor uylar kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'lishga majbursizlar. Salomat bo'linglar.